Assalomu alaykum Shohida aka, Va yaxshimisiz? alaykum assalom. Dilnoza, shu holingizda homiladorlik paytida ko'cha supurib yuribsizmi? Ha, endi yomon bo'lib ketibdi-da, supura orqali biratida. Qaynonangizga ayting, unaqa og'ir egiladigan ishlar qildirmasinlar. Nodira, Labiyajon, xonim pishdimi? Pishtojon faqat lavash xamirdan qildim. Voy, ko'chani xamirlardan qilasiz? Oyijon, bilasiz-ku, o'sha 9 oyligimiz. Xamir yoysam, qornimdagi bola o'qiga o'ralib qolmasin dedim-da. Bilasiz-ku, men lavashni xamirdan yemayman. Ha? Ne xolodilnikka qo'yasiz? Oyijon, homiladorligimgami? Qornim tez ochib qoldi. Kalbasa yemoqchi edim. Qancha ko'p yeganingiz bilan baribir huzurini hojatxona ko'radi. O'shanga ro'zg'ori ayin, nafsingizni tiying. Hozir ovqat birpasda tayyor bo'ladi. Nodira, lo'li kelibdi. Ani eski kiyimlardan berib yuboring. Xolodilnikda qolgan bir ikkita yaxshi mevalardan solib berib yuboring. Ehson ham qilib turish kerak. Sadaqa roddi balo deyishgan qizim. Onajon, Ha, bolam, tinchligimi? buni qarab tursam, kelinga zulm qilib qo'yapsiz. Ehsonni oiladan boshlagin deyishgan. Qo'ying, kelingizga bunaqa zulm qilmang. Qancha ro'zg'or kerak bo'lsa, mana men o'zim qilib beraman, onajon. Yeyotganini gapirmang. Homilador qancha bo'lsa yeyversin. Bolam, to'g'ri aytasan. Shu narsani o'ylab ko'rmagan ekanman. Hammamiz ham o'zimizni yaxshi odam deb o'ylaymiz. Agar sizlar qanaqaliginglarni bilmoqchi bo'lsanglar, keliningizdan, xotiningizdan so'rang. Ana o'shalar biladi sizlarning asl yuzinglarni.